Assalomu alaykum do'stlar. Yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yana bir darvozamizni o'z manziliga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa o'sha shtampovniy featured variantining eng full varianti desa bo'ladi. O'sha sho'mkali 2 qavatli variantda olib kelib, o'zimizning Farg'ona Oltiariqqa olib keldik. Oltiariq sentriga desa bo'laveradi. Darvozamiz haqida har safar darvoza o'rnatsak, qisqacha bo'lsa ham obzorni qilib o'tib ketamiz. Har safar darvozamiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Arzon darvoza, qimmat darvoza hammasini to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Bu darvozamizni ham to'liq ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Darvozamiz eniga 4 metr bo'lgan, korobkalarga 10-11 ikkili stenkadan foydalanganmiz. Oltiga to'rlarimiz 1,5 stenkadan bo'lgan. Darvoza polni vibraga o'tirgan. E'tibor bersangiz, darvozamiz polni vibraga o'tirgan. Shu shtampovniy pechat variantimizda o'sha high-tech uslubida. Listlarimiz 1-3 variantda bo'lgan. Bu joylar polni nerjivenga ruchkalargacha qo'yib berganmiz darvozamizni. Darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin, xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqqan. Tepa qismlarini nerjivenkalarni ko'chirmadik, bo'yimiz yetmadi. Xo'p. Darvozamiz taglarimizda o'sha o'rlik shivillardan foydalanganmiz. Tepa qismi taxiya qismi bo'lgan. Darvozaning orqa tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Zamonlarimiz turetskiy zamon, xudo xolasa cho'tki holatda bo'lgan. Xo'p, do'stlar, darvozamiz orqa ko'rinishi shu ko'rinishda chiqqan. 2 qavatli divayni holatda mana orqasini ham 1-3 list bilan qoplab, pon to'playna qilingan. Steklavatorlarni solib, to'playna qilib, may qilib germatekslarni sepib, orqasiga ham devo kraskalarni sepib berganmiz, xudo xolasa. Shanrlarimiz hammasi qirali shanrdan qo'yib berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqa fon, xudo xolasa shu ko'rinishda chiqadi. 2 qavat divayni holatdagina. Orqa ko'rinishini so'raganlarga orqa ko'rinishi shu holatda bo'ladi divayni darvozamizda. Xo'p. Bu darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, kraskalarimiz shu devo kraska bo'lgan, aytib o'tdim. Garantiyasi xudo xolasa 3 yildan 5 yilgacha garantiyasi bor darvozalarning kraskalariga. Bu darvozamizni misol uchun vibrali emas, oddiy holatda kvadrat metri misol uchun 600 ming so'mdan ham bor. Vibrali bo'ladigan bo'lsa 700 ming so'mdan chiqadi. Divayni holatda 900 ming so'mdan chiqadi shu darvozamiz. Oldi orqa bo'ladigan bo'lsa 1 million so'mdan ham chiqadi. Agar kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, pastda nomerlarni qoldiramiz. Biz manzillarga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Ishxonani o'zida ham zakaz beraman deydigan bo'lsalaring, lokatsiya tashlab beramiz, borib ishxonani o'zida ham zakaz berishingiz mumkin. Darvozamiz albatta yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa bitta like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Bizni muntazam kuzatib borish uchun podpiska tugmachasini bosib qo'ysalaring, bizga ham motivatsiya, ham har bitta ish jarayonlarini birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.